Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilari, hurmatli kanallarimiz a'zolari. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganchda Raysentrda Abbos Aptekan to'g'risidan kirib keladi. Hurmatli obunachilar, 39-kollejning orqa tarafida yangi domda 2-qavatda 73 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan danışib o'tamiz. Ichini jihozlar bilan sotiladi ekanizlar. Jihozlarni nova olib ketilishini aytamiz. Kanallari hammasi qaladan. Bu tarafimiz Shavot yo'li, toza Shavot yo'lidan gesam bo'ladi azizlar. Shu yangi domlarimizda hurmatli obunachilar, 2-qavatda etajam zo'r, ham remontdan chiqqan tayyor 100%, dokumentdan ham muammosi yo'q. 73 kvadrat metr katta kvadrat metrli 2 xona kvartira. Mestasi ham zo'r, tixi mestada joylashgan. Yan tarafında bog'cha maktablardan umuman muammosi yo'q. Transport bu yandan 19 marshruti, bu yandan 28 marshruti o'tib turibdi. Magazinlar ham bor, bog'cha maktablari hamma sharoitlari bor. Hurmatli obunachilar, bu yanda Raycenter bozor ham yaqin, keyin Daritalam, yaqin Daritalam 5-10 minutda boriladi peshkom borganingizda. Qani yetib kelsa birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Kvartiramiz ham yetib keldi. 2-qavatda joylashgan. Hurmatli obunachilar, pochta ichini barcha jihozlar bilan sotiladi ekan. Kvartiramiz 2 xonadan iborat, 73 kvadrat metr bo'lgan katta kvadratli. Girish ishlari yarma damir ishlardan qo'yilgan. Ko'rib turgansizlar, bismillah beramiz. Podizlar ham akkuratni ekan. Kelgandan oyoq kiyimlarimiz laminat polda yayilgan, flyuslar o'rnatilgan, eshiklar hammasi MDF eshiklar. Chap tarafimizda birinchi oshxonasi joylashgan, keyin zal joyi, to'g'rimizda sanuzel, o'ng tarafimizda esa spalniya qismi bo'ladi. İçində cihazlar ham bor, qaladan birinchi chetdan aytib o'tamiz sizlar. Alanda vajini aytib o'tamiz, qon versiyalari qaladan. Bir dənə radiatorlar ham bor. Chap tarafimizda esa rakonlar qo'yilgan, aynan suv, svetlar, gazdan umuman muammosi yo'q. Tayyor xonadan to'g'ri girib yashaydigan. Devorlar polli ob'oy, patologlar esa o'rtalarini tejur, chetlari gipsokardon bilan qaplab, galagillar ham o'rnatilgan. Betenek buralar ham qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Kafelar qilingan. Acayip xonalar ekan, tayyor. Oshxonamizdan bosh beramiz. Oshxonamiz ham uzinasi 560 razmerlarda bor. Enina hurmatli vatandoshlar 3-320 ga chiqadi. Kuxinni mebellar, gaz plita, vishchalar, xoladeniklar ham bor. Bir yerda alınadigan vaji shu tikadan mashina alinadi. Qon hamma joyga qoladi. Ugoloklar ham, xoladeniki, gaz plita, vishcha, kuxinni mebellar ham bo'lni qoladi. Bu tarafında kichkina bir balkonchasi bor. Отопление двухконтурный, настенный отопление. Reduktorlari bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda gaz cho'chklari ham qo'yilgan. Bu yerda hech narsa muammosi yo'q. Xonadonimiz tayyor, kelib to'g'ri yashaydigan. Kvartiramizda nima kerak bo'lsa hammasi bor. Hamma yana bu yerda shu kir mashinamiz qoladi. Bu yerda sanuzelda kir mashina olib ketiladi ekan sizlar. Buni ishlab turibdi. Tayyor 73 kvadrat metrli kvartiramiz. Bu yerda olinadigan vaji shu spalni vajimiz. So'shilka bu keyin pilso'zga ketadi. Qon vajlari qoladi. Yana bir ishi televizorimiz olinadi. Hurmatli vatandoshlar, bu televizor qo'yib beriladi undan. Bir de kvartiratniki ekan, bu televizor, pilso'z, so'shilka shu spalni ketadi. Ondan bu televizor qo'yiladi, oyoq tegilam, televizor, keyin perdelar, konditsioner, qaladan. Hurmatli vatandoshlar, oyoq teglari pulli laminatlar yayilgan, radiatorlar ham yaxshisi zamonaviy xilondan qo'yilgan. Birimiz razmeri zalimizni 380 enini, uzinasi 560 razmerda tushgan. Chiroyli qilib ob'oylardan yana foydalanganlar yaxshisi xilosidan. Buralar ham qo'yilgan yerlar. Karnizlar qisilgan, patologlardan tejur, lyustralar ham osilgan. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda hech narsadan muammosi yo'q. Yon atrofida bog'cha maktablar ham bor. Transportdan ham muammosi yo'q. 19 marshruti o'tib turibdi. Abbos Aptekan yonidan kirib keladi. To'g'risidan. Yana sanuzel qismi bo'ladi. Oyoq teglarimiz kafel, devorlardan bo'li kafel, yuqorilar. Adnatoniya oqartirib qo'ydilar, patologlar esa natija bo'lgan. Ondan ham kattasidan qo'yganlar, unitazdan kattasidan qo'yganlar. Bu yerda shu LG kiyim mashin ketadi. Hurmatli vatandoshlar. Menda yana gilamlar ham bo'lni hammasi qolgan, shu kiyim mashin ham qoladi. Bu yerimiz spalniya qismi bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, eshiklari yana MDF eshiklari. Kvadrat metri 73 kvadrat metr dokumentdan ham muammosi yo'q. Spalniyamizdan ko'radigan bo'lsak, spalniya qismimiz ham katta tushgan, hurmatli vatandoshlar. Joyi. Yerimiz enina bombir 3,5 bor, uzinasi 560 razmerda. Bu yerda televizor uchun ham mestalari bor, razvedka joylari tashlab ketilgan. Qanotini divolni gipsokardondan chiroyli qilib figuralar qilganlar. Hurmatli vatandoshlar, patologlarimiz
Hatice Burgan ortaları çetləri ipsə kardım bilan kaplanqayla qala yerlərim çırayla qalıb yakıb koysanızlar ham болады. Buralar ham koyulan bu tərəfimizdə. Bir də yitadan vəc şu harca yitədik körpə döşəkləri. Spalin şkafları polinik kalalon. Xanasam ketdi, ağı xanasam ketdi. Aynalar, hörmətli vətəndaşlar, akvaplast ramlarla həmməsi. Hörmətli vətəndaşlar, əzizlər, kvartiramız yerləşən mesasına ait edən bolsaq, Raysenterdə 39-cu kollejin arka tərəfi Abbas Abdiqən doğrusundan gelib gəlinədi. Yengidomda 2-ci kvadratda 73 kvadrat metr olan kvartira bilan danışıb ötdük. İçinə cihazlar bilan satıladı. Dokumentlərindən umuma muamması yox. Narxı 41.000 dollar aytılıb durdu. Üstündə gəlişadan yeri var. Hörmətli vətəndaşlar, mestasam zor, tixi əcayib mestadır. Su, suyet, qazın umuma muamması yox. Yan tərəfində bağça, məktəblərəm var, mağazillar, banisa, heç nə odan muamması yox. Transportam 19 marşrutu ötürdü. Eğer kanallarımıza abone olub, like basıp kollab quvvatlab tursanız da videomuz geniş tarxar üçün sizlərə koldan gəncə arzan acayip kanallarını təqdim qılıb bana verəmiz. Həmməyə sağlıq, amanlıq dilimiz. Keyingi roliklərdə görüşüncə xeyirlər qalınız.